Demak, yana bir mahsulot tavsiya qilmoqchi bo'lganim bu Gepatoforte. Faberligitni hozirgi kundagi sog'lomlashtirish seriyasidan biofaol qo'shimcha sifatida tarkibi qanaqa o'tlardan bo'lganligi hammasi rasmiy chizilgan, ko'rsatilgan. Halol sertifikati bor. Kimlardir halolmi, yo'qmi deb o'ylaydiganlar uchun QR kodi bor, artikul raqami bor, chiqarilgan sana va qachongachalig'i ko'rsatilgan. Buni nimaga tavsiya etaman? Oramizda ko'pchilikka sir emaski, o'tirib ishlash holatida o'tida zagib bo'ladi va o'sha zagibi bor odamlarda bahorda, kuzda o't og'rig'i kuzatiladi. Ya'ni o't dimlanishi, qorin sohasida og'irlik, ovqat hazm qila olmaslik va o'sha qadalib qoladi. O't o'tirolmaydi bir joyda. O'sha inson o'ng tomon bilan yotolmaydi, og'izda achchiqlik bo'ladi. Mana shuni tavsiya etgan bo'laydim. Haqiqatdan sinalgan, tajribada o'tkazilgan, o'zimda klientlarimda Gepatoforteni qabul qilishgandan keyin bir pachkasida 60 dona kapsula bo'ladi. Bir kunda 2 mahal ertalab, kechqurun ovqatda ichish mumkin. Ovqat davrida yoki ovqatdan keyin. O't og'rig'i sizni bezovta qilmay ketadi. Hattoki zigzag bo'lib qayrilgan zagiblaringizni ham o'tni shunaqa ochib, shunaqa yurishtirib yuboradi. Bu nafaqat o'tni yurishtiradi, jigar faoliyatini yaxshilaydi, o't faoliyatini, o't yo'li faoliyatini, o't qopi yo'llarini, ish faoliyatini yaxshilaydi hamda oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi. Hattoki o'sha sahari bo'lganlarda oshqozon osti bezi faoliyati sal ishdan chiqqan hisoblanadi. Mana shularga tavsiya etiladi. Ovqat hazm qila olmay, o't uchun ko'p yillar davolanib yurgan odamlarga tavsiya etgan bo'laydim. Hozirgi kunda chegirma vaqtida 130 ming so'm, boshqa paytda 200 ming so'm atrofida turadi Gepatoforte. Lekin bu tabiiy gepatoprotektor. Ichib sinab ko'rilgan, yana o'zini kompaniyasini mahsulotini maqtayapti deb o'ylamang. Sinab ko'rilgan narsani bemalol tavsiya qilishim mumkin. Kimda mana shunaqa o'tida bezovtalik bo'lsa, tavsiya etaman.